Assalamualaikum mijozlarimiz. Prezidentimizning tomonidan ish tajribasi asosida bank rahbarlari o'z mijozlar uchrash ularni mavjud muammolarni hal qilish orqali yangi shug'ullar ochilishi, tadbirkor faoliyatida bo'layotgan bank bilan bog'liq to'siqlar masalasini hal qilish borasida topshiriq bo'lgani sababli sizlar bilan muammolar bo'lgan bo'lsa suhbatlar olib boramiz. Shu munosabat bilan bugungi uchrashuvimizni boshlaymiz. Bugungi kunda bankimizda fuqarolar tadbirkorlar bilan bir qancha kredit mahsulotlarimiz bor. Ular albatta ko'pchiligingiz bilasizlar. Birinchisi hokimiyatlar tavsiyasi orqali oilaviy tadbirkor dasturi doirasida berilgan kreditlar. Ikkinchisi bizga birinchi qadam kreditlari eshitgan bo'lsangiz o'yin bilan beriladigan 27% o'zbeklarga qilgan shaxslar ajratamiz. Keyingi kreditimiz moliyaviy mablag' krediti, ya'ni inklyuziv deb aytiladi. 50 milliongacha naqd ajratamiz. Keyingi kreditimiz moliyaviy ko'mak krediti. Bu 100 milliongacha o'zini bank bilan shaxslar, ham yuridik tadbirkorlar yoki tadbirkorlar ajratadi. Vazima 5%. Keyingisi kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash dasturi doirasida 312 bo'yicha beriladigan kreditlarimiz. Bular muddatlari 72 ham 24 muddatlar beriladi. Summalari biza Qo'shko'l tumani 4-toifaga egalik hisobida 20% ajratiladi. Asosiy vosita sotib olish uchun 72 oy muddati, aylana mablag' to'ldirish uchun esa 24 oy muddatlar ajratiladi. Bundan 100 milliongacha qismi garovsiz ajratiladi, 100 milliondan oshgan qismi garovdagidan ko'ringan holda ajratiladi. Kimdagi muammo, taklif yoki kredit bo'yicha qo'shimcha savollar bo'lgan bo'lsa, bemalol aytishingiz mumkin. Ishlamiz. 120 milliongacha oilaviy kredit dedi u. Yo'q, agar siz to'g'ri tushungan bo'lsam, oilaviy kredit emas u, uy-joy ta'mirlash krediti. 120 milliongacha 20 yil muddatda beriladi u. Bu narsa mahallaning yettilligi bilan beriladigan tavsiya asosida bo'ladi. Onlayn mahalla platformasi bor. Shu orqali mahallangizga ariza berasiz. Mahallangiz hokimiyat mahalliy yettlik tomonidan ko'rib chiqiladi.